Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasining banklardagi omonatlarni himoya qilish kafolatlari to'g'risidagi qonuniga muvofiq omonatlarni kafolatlash agentligi tomonidan Biznes rivojlantirish banki, aksiyadorlik tijorat banki, yangi bank aksiyadorlik jamiyati omonatchilariga kafolatlangan omonatlar bo'yicha kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish yuzasidan agent bank sifatida belgilandi. Bugundan, ya'ni 2026-yil 29-yanvardan qonunchilikda belgilangan tartibda omonatchilarga kafolatlangan omonatlar bo'yicha kompensatsiya to'lovlarini amalga oshirish boshlandi. Qonunchilikka muvofiq 200 million so'mgacha bo'lgan kafolatlangan omonatlar bo'yicha kompensatsiya to'lovlari omonatlarni kafolatlash agentligi mablag'lari hisobidan Biznes rivojlantirish banki orqali to'lab beriladi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, jami kafolatlangan omonatlar bo'yicha 31507 nafar omonatchiga 208 milliard so'm miqdorida kompensatsiya to'lanishi rejalashtirilgan. Bu yangi bank omonatchilarining 98.7%ni qamrab oladi. Omonatchilar kesimida aytadigan bo'lsak, 31327 nafar jismoniy shaxsga 205 milliard so'm, 126 nafar yuridik shaxsga 2 milliard 900 million so'm hamda 54 nafar yakka tartibdagi tadbirkorga 261 million so'm to'lab beriladi. Kompensatsiya to'lovlari omonatchilarni qonunchilikka muvofiq identifikatsiyadan o'tkazgan holda amalga oshiriladi. Jumladan, ularga omonatchilar reyestridagi o'zlariga tegishli ma'lumotlar bilan tanishib, so'ngra kompensatsiya to'lovlarini olish imkoniyati yaratiladi. Jismoniy shaxslar kompensatsiya to'lovlarini Biznes rivojlantirish bankining bir mobil ilovasi orqali onlayn tarzda bank kartalariga o'tkazishi yoki agent bankning jamg'arma omonatiga joylashtirishlari mumkin. Shuningdek, kompensatsiya mablag'larini agent bankning hududlaridagi istalgan bank xizmatlari markazlaridan naqd pul shaklida olishlari mumkin. Bunda jismoniy shaxslar shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan shaxsan bank xizmatlari markazlariga tashrif buyurishlari lozim yoki belgilangan tartibda notarial tasdiqlangan ishonchnoma bilan o'zlarining ishonchli vakillarini yuborishlari kerak bo'ladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va yuridik shaxslarga kompensatsiya to'lovlari Biznes rivojlantirish bankining hududlardagi bank xizmatlari markazlariga tashrif buyurish orqali mazkur bankning o'zida hisob raqam ochish yoki boshqa bankdagi hisob raqamiga pul o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi. Yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun quyidagi hujjatlar talab etiladi. Yakka tartibdagi tadbirkorning pasporti yoki ID kartasi, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi guvohnoma, boshqa bankdagi hisob varag'i to'g'risidagi ma'lumotnoma va tadbirkor muhri agar mavjud bo'lsa. Yuridik shaxslar esa korxona rahbarining shaxsini tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta, korxona rahbari sifatida ishga qabul qilinganligi to'g'risidagi buyruq yoki vakil bo'lsa, ishonchnoma, davlat ro'yxatidan o'tganlik haqidagi guvohnoma, imzo namunalari agar mavjud bo'lsa, ta'sis hujjatlari, ta'sis shartnomasi, ustav kabi, boshqa bankdagi hisobvaraq rekvizitlari to'g'risidagi ma'lumot, tashkilot muhrini taqdim etishlari lozim. Zarurat yuzaga kelganda agent bank tomonidan qonunchilikka muvofiq qo'shimcha hujjatlar so'ralishi mumkin. Shuni alohida ta'kidlaymizki, kompensatsiya to'lovlarini olish uchun omonatchilardan hech qanday qo'shimcha to'lov talab etilmaydi. Qonunchilikka muvofiq omonatchilar agent bank tomonidan kompensatsiya to'lanishi asossiz kechiktirilganligi faktlari to'g'risida omonatlarni kafolatlash agentligiga xabar berishlari mumkin. 2026-yil 29-yanvar soat 16:00 holatiga jismoniy shaxs bo'lgan 1220 nafar omonatchiga 100 milliard so'mdan ortiq omonat mablag'i to'lab berildi. Yana bir muhim eslatma. Hurmatli omonatchilar, firibgarlar tuzog'iga tushib qolmaslik uchun mablag'laringizni qaytarish jarayonini tezlashtirib berishni va'da qilayotgan shaxslarga ishonmang. Barcha masalalar bo'yicha faqat Biznes rivojlantirish bankining 1254 qisqa raqamli telefoni va omonatlarni kafolatlash agentligining 55 kodi bilan 550 0500 telefon raqami orqali bog'laning. E'tiboringiz uchun rahmat.